Navbatdagi jentramiz Samarqand viloyatidan keldilar. Bu mashinamiz o'sha hammada bor kasallik videolarda qo'yib o'tganimizdek taxometrda skachka mashinani ishlashida xavf so'qida detonatsiya bilan ishlab turadi. Nashat gazoviy nastroykani noto'g'rilik hisobiga. Chunki gazoviy nastroykani to'g'rilatish uchun ustaxonaga kirganlar mashina o'shandan keyin o'sha holatini yomon tarafga o'zgartirgan. Уже bugungi vaqt soatini belgilab keldilar. Ishlarini cho'tki holatda bitkazib berdik. Yurib tekshirib tezroq qilib hammasini okey holatda qilib berdik. Даже konsertlar yoqilganda ham mashina ideal ishlab turadigan bo'ldi. Endi bitta taxometrni sizlarga ko'rsataman desam, ham qaranglar, tonirovka qilib qop-qora qilib tashlagan hech narsa ko'rinmas. Men yuragim siqilib ketadi unaqalarda, tonirovka qilingan tablolarda. Lekin mashinani ishlashib turishi cho'tki. Sizga ham mashinangizda shunaqa nuqsonlar bo'lsa va uni yechimini topa olmayotgan bo'lsangiz, to'g'ri bizga olib keling. Siz haydash yurish reaksiyangizga, sizni eshitib turib, sizni yurishingizga moslashtirib beramiz programmani. Salomat bo'linglar, kutib qolamiz. Like bosib, podpisatsiyani bosib qo'ysangiz, bizlarning manfaatli videolarni o'tkazib olamiz.